Assalomu alaykum. Universal obzor kanalining ashaddiy muxlislari. Xudo xolasa biz navbatdagi seximizda video obzor tayyorlagan holatda darvozalarimizni bomba skidka narxlarda taqdim etamiz. Bu darvozamiz shtampovka variant, eng so'nggi trendlarimizdan biri. Bu darvozamizda yondor profillari 8x6 taglarini shviller qilib ishlab berganmiz. Bu darvozamizning razmeri eni 330, balandligi 350 razmerda yasalgan. Mana bu qo'rg'i qismlari Bruik stenkali profillardan 6x4lardan foydalanib qilib berilgan. Ichki qo'rg'i qismlari 6x4 birlik stenkasidan foydalanilgan. Mana bu to'rtta listda Bruikki tagi tepasi 09 listlardan foydalanib qilingan. Bu darvozamizni 1 metr kvadrati 550 ming so'mdan qilib vodiy bo'ylab dastavka uстановка qilib beramiz. Voha viloyatlariga kelishilgan holatda bo'ladi. Bu darvozamiz общий narxi 5 million 700 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka uстановка qilgan holatda o'rnatib beramiz. Agar boshqa, masalan, Toshkent, Samarqanddan bo'ladigan bo'lsangiz, u narxini ozmoz dastavkasiga qo'shilib qolishi mumkin. Endi keyingi darvozamizni obzor qiladigan bo'lsak, bu darvozamiz eni 320, balandligi 350 razmerda, yondorlariga o'sha 8x6, taglari shviller. Mana bu to'rtta listi Bruikki, tagi tepasi 09, ichlari birlik stenkada 6x4lardan foydalanib, asosiy qo'rg'i qismlarini Bruikki materiallardan ishlatib qilib bergan darvozamizda tepalari arka qilib ishlab berganmiz. Bu darvozamiz 1 metr kvadrati 650 ming so'mdan chiqqan. Nimaga qimmat deyishlaring mumkin? Mana bu joylariga lazer, mana bu qo'shimcha nerjivika, shuni hisobiga buniki 650 ming so'mdan chiqadi. Yana ham universal obzor kanalidan chiqadigan bo'lsalaring, xudo xolasa, chegirmalarni qilgan holatda o'rnatib, uyingizga ko'rib qo'shib beramiz. Keyingi o'sha oq darvozamiz tayyor bo'lgan. Bu oq darvozamizda razmerlari eni 340, balandligi 350 razmerda tayyorlab berganmiz. Bu darvozamizda asosiy qo'rg'i qismlari 6x4lardan foydalanib, Bruikki stenkalardan, mana bu listlarni Bruikkilardan foydalanib, tepa pastiga 09 list foydalanganmiz. Mana bu sariq joylari nerjivika. Bu nerjivikaga garantiya bormi deb so'rashyapti. Garantiya bor. Xudo xolasa 5 yilgacha garantiya bera olamiz. Mana bu nerjivikaning tagini germetika bilan yopishtiramiz. U germetikamizga ham 2 yilgacha garantiya bor. Darvozamizning общий garantiyalari mana kraskasiga 3 yilgacha garantiya bera olamiz. Xudo xolasa haliga ko'pchilik aytadi, palasa bo'lib ko'chib ketadi. U palasa bo'lmaydi. Xudo xolasa ozmoz zang chiqishi mumkin o'sha 5 yil, 6 yil o'tgandan keyin, lekin palasa bo'lish kuzatilmagan. Xudo xolasa u narsa kuzatilsa ham to'liq darvozangizni boshqalardan restavratsiya qilib kraskalab beramiz. U bizga ta. Endi keyingi darvozamizni tanishtirib o'tadigan bo'lsak, buni bo'yi 350, eni 330 razmerda yasalgan, yondorlari 8x6, taglari shvillerdan foydalanilgan. Mana bu asosiy qo'rg'i qismlari Bruikki list, Bruikki 6x4, o'rta qo'rg'i qismlari birlik 6x4da, mana bu to'rtta listda Bruikkilikda, tepa pastlari 09 listlardan foydalanilgan. Ranglari shkalandda bo'lgan. Bu darvozani 1 metr kvadratini 500 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka uстановка qilgan holatda o'rnatib beramiz. Vohadan bo'ladigan bo'lsangiz, xudo xolasa kelishilgan holatda dastavka uстановка qilib beramiz. Endi mana bu rishotkalarimizni ham bitta ko'rsatib o'tsangiz, bu rishotkalarimiz общий, xudo xolasa aloqaga chiqarasizlar. Har qanaqasidan bor. Assortiment xudo xolasa yetarlicha. Yana kachilar deysizmi? Mana bunaqa banisaga stol-stollar yokida bunaqa so'rinlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Ko'cha agrajeniyalarimiz mana. Ko'cha agrajeniamiz bunisi 500 ming so'mdan chiqayotgan variantlar. Mana ular ham 500 ming. O'rtacha narxi esa 400 ming so'mdan, uyog'i 1,5 milliongacha rishotkalarimiz bor. Ichkarida jarayonlarni ham bitta ko'rsatib o'tsak, o'zimizning ishxonam, ya'ni o'zim boshqaraman bu joyda. Xo'sh, bu joyda asosiy kraska sochiladi, darvozalar qilinadi. Mana bu darvozamiz o'sha Namangan shahariga tayyorlayotgan darvozamiz. Eng qalin materiallarda 8x4 fors qilib ishlangan, ya'ni mana bu burchaklarni burchaga olib ishlaymiz. Обязательно, xudo xolasa darvozamiz ko'p yillar xizmat qiladi. Bu darvozamizni yondorlariga keladigan bo'lsa, 10 to'rtli shvillerda qilib beramiz. Bunaqasi hech qaysi darvozachi qo'ymagan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bu darvozamizni to'liq obzor qilib beramiz. Mana bu darvozamiz ham o'sha nerjivikali darvoza bitib qoldi. Buni to'liq obzorlarni xudo xolasa qilib o'taman. Xudo xolasa bittadan like chani bosib qo'ysalaring.